Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Toshkent Oqqo'rg'ondan Sharif ota choyxonasidan Nodirjon aka mehmonga kelishibdilar. Qo'qon kabob tayyorlab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y go'shtiga kabob tayyorlaymiz. Qo'y go'shtini ajratib olamiz. Like bosishni esdan chiqarmanglar. Rahmat. Yeyish kerak faqat buni. Jigarlar. Faqat Turkiyada emas, Qo'qonda ham bor Nusret. Dam yegandan keyin ko'rida pishiramiz. Albatta. Shunday qo'lbala bo'ldi. Joyida tayyorlab qo'ya qoldik. Sharif ota choyxonasi Qo'qonda, Salom qishloqda. Kaboblarimiz tayyor bo'ldi. Marhamat, jigarlar. Aka, bunaqasiga ham pishirib qo'yamiz biz. Nima deysiz? Salom qishloq bolalar qaytmas bo'lar ekan, jigarlar. Qaytmaydi bu bolalar. Sog'lik uchun aka. Vodiy xalqi lekin tinib tinchimaydi. Kaboblarimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa mazali shashliklarni qachon yegan? Ham og'ayni o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. Uyda o'tirib shunday kaboblar qilsin.